Bugun zakazga shunaqa soqqali tort qildik. Agar shunaqa tortni qanday qilib tayyorlashni bilmoqchi bo'lsangiz, bu videoni oxirigacha ko'ring. Mana soqqa, mana soqqa. Birinchi o'rinda tortga forma berib olamiz va tortni kremlashni boshlaymiz. Qizlar, mastikani tagidan iloji boricha sariyog'li beton kremdan foydalaninglar. Men bu yerda shoshilinch bo'lgani uchun oddiy morojniy kremdan foydalandim. Endi navbat mastikaga. Mastikani olamiz va kraxmal bilan yaxshilab yumshatib yoyib olamiz. Mastikamizni tort ustidan qoplaymiz va teglarini xuddi qopga o'xshab shunaqa burma berib chiqamiz. Bormagan rejam, kattakon jamoadan voz kechib ketganman. Hozir boshqa tilda ishlarim. Endi qopimizning ustiga og'zini yasab olamiz. Mana soqqa, mana soqqa. Mana soqqa, mana soqqa. Endi arqonimizni joyiga joylashtirib, ustiga dekorlarni qo'yishni boshlaymiz. Mana soqqa, mana soqqa. Mana soqqa, mana soqqa. Mana soqqa, mana soqqa. Hamma odam soxta, chiqamiz tuzoqdan. Mana bizning soqqali tortimiz tayyor. Bu soqqali qopchamizni nech pulga olgan bo'larsiz? Kommentariyada yozib qoldiring. Aytgancha qizlar, podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmanglar. Blogimda bundan ham qiziqarli videolar bo'ladi.